Biznes bo'yicha necha yillik tajribangiz bor? 30 yil bo'lyapti. 96-yillarda tijorat qilish juda ham oson bo'lgan. Bozor umuman ochiq bo'lgan, hech qanaqa deyarli raqobat bo'lmagan. Nima olib kelsangiz sotiladigan bir davr bo'lgan. Ustiga bir 4 barobar, 5 barobar ilmning fazilati orqali barakot kelyapti. Tadbirkorni rivojlantirish uchun imkoniyatlar juda ko'p. biznesning fundamentalli asosiy ilmlari bor ekan. CBC Construction Business Club ilmga qancha pul sarflasangiz undan afsuslanmaysiz. Ilmni qaysi banda xohlasa beradi. Boy bo'lishingiz kafolatlangan ikkita foyda bor. Boylik ibodatdan to'sib qo'yish kerak emas. Boylik uni quvib keladi, u boylik qilish hojati yo'q. Bu mulk bekorga berilmayapti. Shu sohani ilmini olgan yaxshiroq ekan, 4 yil universitetda umrni yo'qotgandan ko'ra. Siz ish tanlashingizda yaxshi oylik beradigan emas. Siz o'sha yerda rivojlanasizmi yo'qmi? Shunga e'tibor berishingiz maqsadli. Agar universitetda o'qisa zo'r gap yo'q. Kerakli odam bo'ling. Kerakli odam bo'lgan paytingiz qiymatingiz ko'tariladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mana Buxoro shahrida Construction Business Club klub yig'ilishi doirasida tashrif buyurganmiz. Ilm 2 kunlik amaliy tashrifimiz, ilm suhbatlari bo'ladi, xudo xolasa va shu yig'ilishimiz bahonasida klubimiz rezidenti ko'p yillik tadbirkor Usratullo aka bilan xudo xolasa bir yaxshi suhbat qilish niyat qilganmiz. Ko'pchiligi manfaatli bo'ladigan yaxshi bir mavzularni ko'tarish niyat qilganmiz. Xudo xolasa Usratullo aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Vaqt ajratib, intervyuga vaqt ajratganingizga kattakon rahmat. Rahmat. Xudo xolasa bir yaxshi ko'pchilik manfaatli bo'ladigan suhbat qilish Xudo xolasa. niyatimizda bor. Hop, mana qisqacha bir agar tanishuvdan boshlasa yaxshi bo'lardi. Kuzatuvchilarga bir o'zingiz haqingizda, biznesingiz haqida ozgincha ma'lumot bersangiz. Ismim Nusratullo, Samarqandlikman. BMS suv nasoslari korxonasi asoschisiman. Shu bilan birga klinik sohasida ham tijoratimiz bor. Sarishta brendi ostida faoliyat yuritib kelamiz. Suv nasoslari bo'yicha assortimentimiz juda ham katta. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab viloyatlarga xizmat ko'rsatamiz. Suv nasoslari bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarga xudo xolasa professional yechim beramiz. Eng kichigidan eng kattasigacha nasoslar bo'yicha, filtrlar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Zo'r. Nusratullo aka, umumiy mana shu biznes bo'yicha necha yillik tajribangiz bor? Umumiy biznes endi 96-yildan beri deb hisoblaydigan bo'lsak, 30 yil bo'lyapti. 30 yil bo'ldi. 30 yil bo'lyapti. Endi kichik bilan hozirgi kunda endi ancha yaxshi bo'ladi. Boshlang'ich startoviy nuqtasi 96-yil bo'lgan. Xudo xolasa mana 30 yil bo'libdi bu yil. Shunday, 30 yil. Yaxshi, zo'r. 30 yillik tajriba. Zo'r. Hop, Nusratullo aka, mana biznesni 96-yilda yurg'izish va boshlash bilan hozirgi 2026-yildagi yurg'izish boshlash yer bilan osmonchalik farq bo'lsa kerak. Juda ham katta farq bor. Chunki ba'zi bir eski o'sha 90-yillardagi tadbirkorlar bilan gaplashganimizda, suhbat qilganimizda ko'p eshitamiz, ko'p guvoh bo'lamiz. U paytda bozor umuman ochiq bo'lgan, hech qanaqa deyarli raqobat bo'lmagan. Shunaqa. O'tish davrida nima deydi, SSR davridan mustaqillik davriga o'tganda ko'p anaqa uzilishlar bo'lgan. Shunaqa. Ya'ni shu oziq-ovqat ta'minotida ham, qolaversa shu maishiy yo'nalishda ham juda ham ko'p tovarlarning uzilishi bo'lib qolgan. Chunki biz hammamizga yaxshi xabarimiz bor. SSR davrida ko'p narsa markazlashtirilgan, Moskva tomonidan boshqarilgan, hamma shu mahsulot, oziq-ovqat xavfsizligi ham, oziq-ovqat ta'minoti ham hammasi Moskva tomonidan boshqarilgan. Keyin men o'zim ham nima deydi, yoshlikda guvohi bo'lganman. Birdaniga shu mustaqillik e'lon qilingandan keyin magazinlarda oziq-ovqatlar tortilib, nima deydi, yo'liga navbatlar bo'lib, o'chiritlar bo'lib, urush janjal to'polonlarni ham ko'zim bilan ko'rganman o'zim. Hozirgi yoshlarga u narsani aytsangiz, tasavvur qilishlik juda qiyin bo'ladi. Hozir alhamdulillah hamma yoqda to'kin sochillik. U narsani juda ham tasavvur qilish qiyin bo'ladi. Yaxshi hamki bu narsalar o'tmishda qolib ketdi. Bundan buyog'iga endi xudo xolasa hammasi yaxshi, to'kin sochillik. Endi qisqacha o'sha 96-yilda biznes boshlanganligi haqida, u paytdagi shart-sharoit, u paytdagi biznes atmosferasi qanaqa bo'lgan, o'sha haqida qisqacha gapirib bering. 96-yillarda tijorat qilish juda ham oson bo'lganda. U davrda juda katta ilm kerak bo'lmagan. Nima olib kelsangiz sotiladigan bir davr bo'lgan. Chunki bozorda juda katta tanqislik, ehtiyoj juda katta bo'lgan. Talab katta bo'lgan. Shuning uchun kim nima olib kelsa, yaxshi oyoqqa turib ketaverganda tijorat yurib ketavergan. Hozirgi reklamaga ehtiyoj qolmagan,
hozir mana ko'rib turibsiz, borgan sari raqobat maydoni qizib, o'z ustida ishlamagan, ilm olmagan tadbirkorlar sekin pastga qarab tushib ketyapti. Hozir ko'proq ishlatishingiz, ko'proq mehnat qilishingiz, o'zingiz ustingizda muntazam ishlashingiz va hayotingizda ma'lum intizom shakllantirishingiz majburiy bo'lib qolyapti. Shu narsalar bo'lmasa, tijoratingizda pastga qarab ketaverasizda. Chunki hozir o'sha eski davrdek emas. Hozir deyarli hamma o'z ustida ishlagan, rivojlangan bir davrda yashayapti. Bu davrda hech kim xat savodi yo'q odam ham tijorat qila olardi, bemalol. Shunaqa. Boshqacha qilib aytganda, o'sha 90-yillardagi biznesni tasavvur qilish oson bo'lishi uchun nima deydi anu istalgan narsani istalgan marja bilan istalgan joyda sotish imkoniyati mumkin bo'lgan. Hozirgi kunda raqobat kuchayib, mana ijtimoiy tarmoqlarda даже biznesni hozir ko'chyapti ijtimoiy tarmoqlarga, onlayn formatlarga ko'chyapti. Marketplace'lar, mana umuman do'koningiz bo'lmasa ham, skladingiz bo'lmasa ham, Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri olib kelib marketplace'ga topshirsangiz skladiga biznes yuryapti уже. Sizdan уже ancha-muncha narsalar yengillashib chiqib ketyapti sizdan ko'p muammolar. U paytdagi biznesni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, kerak bo'lsa bir ustiga bir 4 barobar, 5 barobar marjalar bilan ham yaxshi rivojlanib ketib turgan biznes. Xo'p. Endi mana o'sha paytdagi biznes muhitini ko'rgan odam sifatida hozirgi kundagi biznes bilan agar solishtirganimizda, mana ko'p tadbirkorlar o'sha paytdagi eskicha fikrlash, eskicha qarashlar bilan ko'pi уже bankrot bo'lib, biznesi yo'q bo'lib ketgan. Mana sizda qanaqangi bir sabab turtkilar bo'lgan? Siz o'sha boshqa 90-yillardagi tadbirkorlardan farqli o'laroq o'zingiz ustingizda ishlab, biznesni ilmiga, zamonaviy shu biznes yuritish ilmlari, ijtimoiy tarmoq va hozirgi kundagi tendensiyaga moslashishingizga qanaqa turtki bo'lgan? Nima turtki bo'lgan yoki kim turtki bo'lgan yoki? Endi har qanday tijoratchi rivojlanishni xohlasa, birinchi qoida muvaffaqiyatli tadbirkorlarning hayotini kuzatib borish kerak. Shu muvaffaqiyatli tadbirkorlarning hayotini kuzatishimiz davomida ilm olmaslik juda katta ilmsizlik, jaholat ekanligini tushunib yetdim. Masalan, o'zi kuzatib borishimiz jarayonida biz bilan bir xil maqomda tijorat qilgan do'stlarimiz ham ilm olishga kirishishdi. Biz endi eskidan tajribamiz bor, hammasi o'zimiz qo'limizdan keladi degan tushunchalar bor edi. Bizda mana hozir ko'ryapsiz-ku, o'zi tadbirkorni rivojlanish uchun imkoniyatlar juda keng. Shunaqa. Bu narsa bizda o'sha 7-8 yil oldin yo'q edi, sekin chiqib kelayotgan edi. O'sha paytda ko'pchilik, hatto o'zimiz ham aytganmizki, ilm bu nima keragi bor, bu shunchaki motivatsiya degan qarashlar bo'lgan. Keyin o'sha muvaffaqiyatli insonlarning hayotini istar-istamaz kuzatish davomida ilm olmasam bo'lmas ekan degan narsa bor. Undan tashqari o'zi har bir ishning, har bir sohaning ilmini olishlikda fazilat borligini o'zi mashayikhlarimiz ham aytib ketishgan. O'sha tomonlarni hisobga olib, o'zi badiiy kitoblarni ko'p o'qiganim bilan tijorat ilmini olmasam bo'lmas ekan baribir degan narsa keldi va shuni ilmini olishni boshladik. Birinchi ilmini olganimizdayoq natija yaxshi ko'rinishni boshladi. Chunki u yerda birinchidan sizda ilm olishga qaror qilganligingiz foyda beryapti. Ikkinchidan ilmning fazilati orqali barakot kelyapti va shu shaklda biz tez rivojlandik. Bozorda do'kon ochib o'tirgan odam o'tirsak o'tiraverardik. Hozir bozordan chiqib ketdik. Qanaqa chiqib ketdik? Yuqoriroq maqomga chiqib ketdik. Bu hammasi o'sha ilm olishning, tijorat ilmini olishning fazilati deb bilaman. Yaxshi, zo'r. Xo'p, biznes ilmlarini olishi kimlardan boshlagansiz, qaysi kurslarga borgansiz va qaysi kurslarni va qaysi biznes treninglarni tavsiya qila olasiz? Biznes ilmlarini olishda birinchi o'sha o'qiganim Kim Ujun Deyo'ni asoschisining kitobini o'qiganman va shunga o'xshash bir nechta tijoratga aloqador kitoblarni o'qiganman. Robert Kiyosakini o'qiganman. Keyin o'sha o'zimizda birinchi ko'pchilik tanib boshlagan Ibrohim Gulamov. O'sha kishini Ibrohim Gulamovning kurslariga borganman, coachingga borib ilm olganman. U yerda shu muhitga kirib qoldim. Shu bilan doimiy har yili tinimsiz o'zimni ilmni oshirish uchun sarmoya ajrataman. Doim ilm olib boramiz. Mana bu CBC Construction Business Clubga kirishib qolishimiz ham shu ilmga bo'lgan ishtiyoq bo'lgan natijasida kirib qoldik bu klubga. Bu klubda ham har safar mana yig'ilganimizda yangi nimalar olaveramizda, energiya, ilm, kichkina insightlar olib boraveramiz. Bu bizni rivojlanishimizga yaxshi xizmat qilyapti. Buni sezyapmizki, davom etyapmiz. Agar natija bo'lmaganda davom etmaslikda.
Shunaqa. Hozir o'sha oldingi 90-yillardan farqli o'laroq hozir biznes hamjamiyatlari, biznes klublar, biznesmenlarni yana bir tor doiradagi uchrashuvlari, shunga o'xshagan uchrashuvlar tashkillashtirilyapti va mani o'zimning shaxsiy fikrim bu juda ham bir qisqa muddatda yoki kerak bo'lsa bitta uchrashuvda kerakli odamni topib olishingiz mumkin, kerakli odamdan maslahat olishingiz mumkin, yo'l yo'riqlar olishingiz mumkin. Deylik, siz o'zingiz mustaqil qaysidir kitoblarni varolab yoki qaysidir kurslarga borib bir 2 oy vaqtingizni sarflab nimadir ma'lumotlarni tushunib yoki tushunmay o'zingizcha qilib ko'rganingiz bilan natija bo'lmasligi ehtimoli ham bor. Shunday. Qolaversa, o'sha bitta uchrashuvda kerakli sizga odamni topib, maslahatlarni olsangiz, bu yerda menimcha yana ham bir ma'noga ko'zlangan marraga, ko'zlangan manzilga tezroq yetib olishi Shunday. anaqasi ehtimoli yoki anaqasi ham bor, imkoniyatlari bor. Shunga do'stlar, biz mana juda ham ko'p kuzatamiz hozirgi kunda shu tadbirkorlarni, biznesmenlarni uchrashuvlari, har xil mavzu atrofida yig'ilishlari, biznes ujin yoki biznes nonushta formatlarida uchrashuvlar tashkillashtiriladi. O'zimiz ham ko'p guvoh bo'lganmiz. Unga doimiy o'zini shu biznes klublarni rezidentlari va tashqaridan taklif qilingan probniyga yoki qo'shilish niyatida bo'lganlar kelib qatnashishadi va shunda biz tanishib, ko'pchilik bilan suhbatlashib, tajribasi, ilmi baland insonlardan o'zimiz uchun kerakli, manfaatli maslahatlarni olamiz. Endi shu tadbirkorlik biznes bo'yicha ilm olish boshlaganlarga o'zimizga kerakli tavsiya maslahatlarimizni ham beramiz. Nusratullo aka, mana 96-yilda boshlangan biznes 2026-yilga yetib kelganini o'zi juda katta natija, juda katta muvaffaqiyat. Hop, bunga albatta nima deydi anu o'ziga yarasha mehnat, matonat va sabr, juda ham katta sabr kerak bo'lgan. Hop, endi hozirgi kunda 2026-yilda O'zbekiston sharoitida biznes yuritish va rivojlantirish va zamonaviy tendensiyalar qayerga qarab ketyapti? Mana shu haqida fikringizni bildirsangiz. Hozirgi kunda ham hali imkoniyat juda katta O'zbekistonda. Tijoratni yo'lga qo'yish, rivojlanish imkoniyatlari bor. Birinchidan hukumat doiralari, hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlash juda ham yaxshi imkoniyatlar bor. Foydalanish kerak. Endi mana qarang, hozir ko'pchilikka sezilmaydigan bir narsa bor, bizga seziladi. Masalan, 2000-yillarda ham Made in O'zbekiston degan mahsulotni ko'rib qolsak, juda xursand bo'lib ketardik-da. Made in O'zbekiston degan yozuv faxr beradigan darajada xursand bo'lib ketardik-da. Mana bizda ham bor ekan derdik. Lekin hozir Xudoga shukr, eksport ham qilib yotibdi mana tadbirkor. Chet elda ko'ramiz Made in O'zbekistonni deb. Chet elda ko'rib xursand bo'lib ketardik. Made in O'zbekiston chet elda ham bor o'zi. Bizda ham bo'larmikin deb yurardik-da shunda. O'sha oddiygina Turkiyadan kelgan vafli pechenyelarni ko'rib bizda ham shunaqa qilsa bo'lmasmikin derdik. Hozir o'tkazib qo'yishyapti. O'sha kerak bo'lsa biz 90-yillarda havas qilgan Turkiyadagi tijorat muhitiga hozir biz bemalol chiqib olganmiz. Kerak bo'lsa ular ham hatto qolib ketdi desak ham bo'ladi ba'zi jihatlarda. Masalan, tekstilda ko'p eshityapman, o'zbeklar yomon kuchayib ketdi deyishyapti. Turklar o'zlari aytishyapti-da. Namanganni masalan misol qilib keltirsak bo'ladi. O'shaning uchun hozir Xudoga shukr zo'r ketyapmiz. Hali yana ko'p qilinishda ko'p. O'zbek tadbirkorlar eng quvonarlisi nima desangiz, mana shu muhitda yurganligimiz uchun o'zini ustida izlanayotgan, ilm olayotgan, sohasini rivojlantirishga intilayotgan tadbirkorlar ko'payib qolishdi. Bundan 3-4 yil oldin ham siz ham o'qing, yuring desak, deyishar edi. Ko'rishdi, buni tushunib yetishdi. Bu sohani ilmini olmasa bo'lmasligini tushunib yetishdi. Bu ham xursand qiladi odam. Chunki biz hammamizning dardimiz bu. O'zbek millatini faqat bir joyga borib ishlab yurganini ko'ramiz, Rossiyaga borib ishlab yurgan. Ya'ni biz ish beruvchi maqomiga tushib qolganmiz, ishchi beruvchi. Ya'ni qora ishchi maqomiga. Qora ishchi maqomiga tushib qolganmiz-da. Hozir Xudoga shukr sekin-sekin ish beruvchi maqomiga chiqdik. Boryapti, bu yaxshi rol. Mana ko'plab o'zimizdagi o'zbek kompaniyalarida chet el fuqarolari kelib ishlab yotishibdi. To'g'ri, mutaxassis sifatida ishlashyapti. Oddiy ishchi ishlab kelayotganlari ham bor. Demak, bizda o'sish yaxshi ketyapti. Shuning uchun haligi negativ fikrlaydigan bir xil yurtdoshlarimiz bor. Bizda hali bo'lmaydi, bizda yo'q. Ko'rish kerak bo'lsa. Ko'p narsa bo'lyapti, ko'p narsa o'zgarish bo'lyapti. Biz ham harakat qilishimiz kerak. Shu o'zgarishlarga hissasini qo'shib qolgan odam yutdi, xudo xolasa. Shunaqa. Biz o'sha endi ish beruvchi maqomiga chiqarishimiz kerak o'zbek millatini. Har bir tadbirkorga tushgan vazifa. O'zi mana tadbirkor deganda biz ko'pchilik o'ylaymizki, tadbirkor boy bo'lish uchun harakat qilyapti. 1-2 qavatli uy qurish, shaxsiy manfaatini yaxshi mashinasini qilish, ish bilan kam bo'lmay yaxshi to'y qilaydi. Yo'q.
tadbirkor bu narsalar rizqligini hozir ko'pchilik tushunib qoldi. Rizqni orqasidan quvib yurish emas. Tadbirkor millatni og'irini qilish kerak bo'lgan odamligini tushunib yetishdi ko'p tadbirkorlar. Shu ham xursand qiladi. Mana o'zingiz ham ko'rib yuribsizku, mana klubdamiz, boshqa klublarga ham boramiz tijorat bilan bog'liq. O'sha yerda odamlarning fikri, dunyoqarashini ko'rib xursand bo'lasizda, Xudoga shukr deysiz. Shunaqa rivojlanishda ketyapti. Shu qolgan tadbirkorlarga ham shuni aytamizki, ilm muhitiga kirib olish kerak. Muhit juda ham katta rol o'ynaydi. O'zimiz ham oldin quruq gap sotib yurgan muhitda yurganmizda, hozir ustida ishlaydigan g'ayratli, shijoatli tadbirkorlar orasida bo'lganimiz uchun mana shu biz o'zimizni yetaklab ketyapti muvaffaqiyat sari. Haliga aytganingizdek, kimdir 30 ming, 40 ming dollar yo'qotib zarar qilgan tajribasini siz tekin olasiz. Bunaqa muhitda tekinga olasiz. Shunaqa. Ha, bilib olasiz. Shunday qilsam xato bo'lmas ekan. Xato qilmas ekanman. Shuning uchun hozir mana siz bilan biz qilayotgan mana bu video ham xudo xolasa ichida ishtiyoqi bor, men o'saman degan odam uchun juda katta manfaatli bo'ladi. Shunaqa. Endi mana shu yerda bitta narsa biz ko'p kuzatamiz. Tadbirkorlar mana shu deylik ilmini olish kerak. Mana bitta kurs bor ekan, menimcha million ekan desa, ko'pchilikning ko'zi katta puldek ko'rinadi. Shunday. Boshida mana shu anaqaga kelayotganda ham, meni o'zimda ham, shaxsan o'zimning tajribamda ham men o'ylaganman, meni yo'nalishim, meni o'zim biznesim juda ham узкий profilni. Uncha biznes trener tushunmasa kerak, menga maslahat bera olmasa kerak deb borib so'raganman. Mana o'sha biznes coachingdan boshlaganman, 4-sinfdan Ibrohim Gulyanovdan. Do'stimiz, yaxshi do'stimiz Hojiakbar 3-sinfga borib qatnab, keyin meni tavsiya bilan 4-sinfga olib borgan. O'shanda tanishtirib, yuzlashtirib Ibrohim akadan so'raganman. Ibrohim aka, mana shunaqa meni yo'nalishim узкий profilni. Buni hamma ham yaxshi tushunib ichiga kira olmaydi. Shunga menga foydali maslahat bera olasizmi yo'qmi deganimda, yaxshi anaqa qilib berganlar menga. Biznesingiz qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, biznesda o'zi fundamentalli asosiy ilmlari bor ekan, ya'ni sotuv, reklama, moliyasi, boshqaruvi, buxgalteriyasi, shunga o'xshagan fundamentalli ilmlari bor ekan. Biz o'zimizcha bizni biznes planimizni hammasini bilamiz, to'g'ri qilamiz deb o'ylab yurar ekanmiz, lekin fundamental ba'zi bir joylarda tushunchalari yoki ilmlari yo'qligini o'zimiz shu kursga borgandan keyin anglab yetdik. Endi shu hozirgi kunda deylik 500 dollar, 1000 dollar pulda o'zini kelajagidan qizg'anib, qimmat deyotgan, ikkilanib yurgan tadbirkorlarga, biznesmenlarga nima deya olasiz? Nima tavsiya berasiz? Mana hozir ham ko'pchilikga aytaman. Qayerda ko'rib qolsam, o'zingizga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ravo ko'ring deydi-ku. O'shani qaysi do'konga kirib qolsam ham, qaysi tijoratchini tijoratiga aloqador mijoz bo'lib borsam ham kamchiliklarni ko'rib qolaman. Aytaman-da, mana bularni to'g'rilash kerak. Ustida ishlang, ilm oling, ilm olish imkoniyatlari bor. Mana deb maslahat beramizda. Keyin ish pul deyishadi. Mana shunaqa desiz, ha deydi. Qimmat deb. Men zo'r misol keltiraman. Mana deydi. Bizda bilasiz-ku, mashina hashamat deb bilinadi. Hasham deb bilinadi. Mashina ulov deb qaramaymiz-da, ko'pchiligimiz shunaqamiz. Shunaqa. Men aytaman, hozir mashinangizni bitta joydan shunday turtib olsangiz, yo'q deganda 1000-2000 dollar ketadi. Uni hech kim bilib qolmasin, uyat bo'ladi deysizda, darhol pulni chiqarib bu ishni bitirasiz. Shunaqa. Lekin mana bu ilm sizni ko'p yillik tijoratingizni yuqoriga olib chiqishga sabab bo'lgan asosiy omil. Nima uchun pulni ajratmaysiz? Deganimda ko'pincha ko'piga ta'sir qiladi bir xillar. Bo'ldi aka deydi. O'zgaradi. Bir xillar aytadi, yana bitta ishlarim borda ozgina xarajatlarim bor. Yo'q. Ilmga pul, sarmoya ajratdingizmi, Xudoning o'zi baraka berar ekanda. Biz ham boshida o'ylagan, masalan biz birinchi marta o'qiganda 1300 dollar taxminan. Shunaqa narx edi. Telefon qilishdi, 40% chegaramiz bor deyishdi. Dedim, o'zim bilaman hammasini dedim. Keyin bir qancha telefon qilib 30%, 20%. Keyin o'ylab ko'rdim, o'qimasam bo'lmas ekan dedim. O'qiyman, qaror qilib telefon qilsam, chegirma tugadi deyishdi. 100% to'lab o'qiganmiz-da misol. Chunki ilmga ajratilgan pul yo'q. Mana xodimlarimizni ham o'qitamiz. Xodimlarimni ham o'qitaman. O'sha biznes treninglarga olib boraman. O'shalarga sarflashda biroz qiynalib turamiz boshida, lekin sarflaymiz, ilm olishadi, hech narsa o'rin yo'qolmaganini sezaman-da. Qaytaga barakasi keladi. Chunki siz ham korxonangiz rivojlanishi uchun, ham bir xodimingizni ongi tafakkuri rivojlanishi uchun sarmoya qilyapsiz. Bu ilmga tikilgan sarmoya baribir 10 karra desangiz ham bo'ladi, qaytib keladi-da o'zini. Shuning uchun bu tijoratchi aka-ukalarimiz aytamizki, ilmga
qancha pul sarflasangiz undan afsuslanmaysiz, xudo xohlasa. Shunaqa. Kara bo'lib qaytib keladi, foydasi bilan qaytib keladi. Hozir mana yaxshi misol keltirdilar. Jamoani ham o'qitish, jamoani ham ilmini oshirish, malakasini oshirish nimagaki bizni katta natijalarga katta jamoa bilan, ko'pchilik bilan erishamiz. Shunday. Yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas deyiladi. Shunday. Shunga hozir tadbirkorlar nafaqat o'zi, balki jamoasini ham o'qitib, jamoasini ham ilmini oshirish harakatida. Men to'g'ri bilaman va o'zimiz ham Scenario kompaniyasi jamoasini doim ilmini oshirish, malakasini oshirish bo'yicha har xil treninglarga yuboramiz va borganda ko'p yaxshi foydali anaqalar bilan qaytib kelishadi. Shunday. Ma'lumotlar bilan malakasini oshirib va ko'rinadi, kuzatiladi, bu foydasi albatta ko'rinadi. Xo'p. Endi bu yerda shu ilmga sarflanayotgan pulli sarmoyani agar solishtiradigan bo'lsak, deylik, uni ketidan nimaga erishish mumkinligini va nima yo'qotayotganini agar tarozini pallasini ikkinchisiga qo'ysa agar, yoki deylik shu ilmga sarmoya qo'yayotgan, o'zini ustida ishlab o'qiyotgan, ilmini oshirayotgan jamoa yoki kompaniya qanchalik o'sayotganini o'sha deylik foydasida ham misol uchunda yoki o'sha kompaniyani o'zini o'sishida ham agar solishtiradigan bo'lsa, bitta o'sha hech qanaqa savolga o'rin ham qolmaydi. Kelganda Murodjon aka aytib ketsak bo'ladi, qarang. Alloh taolo boylikni bandalaridan ichidan tanlab beradi. Xohlaganiga beradi, o'zi xohlaganiga beradi. Faqirlikni ham o'zi xohlagan bandalarga beradi. Ilmni qaysi banda xohlasa beraveradi. Ya'ni boylikni biz qancha xohlasak ham u xohlasa beradi, xohlamasa bermaydi. Faqirlikni ham xuddi shunday. Lekin ilmni biz qancha xohlasak beraverar ekanda. Ya'ni kim xohlashidan qat'iy nazar farq yo'q. Ilm istasa, ilm xohlasa bo'ldi, Alloh taolo berar ekanda. Xo'p. Boylik, ilm haqida gaplashdik. Ilm haqida gaplashib, mana boylik mavzusini ko'tardingiz. Siz mana eski 90-yillardan beri biznes qilayotgan inson sifatida atrofingizda ham ko'p biznesmenlar bo'lgan. Ishonchim komil, juda ko'p puldorlari ham bo'lgan. Shunday. Haligacha puldorlari ham bor va bankrot bo'lib ketganlari ham bor. Bor, har xillari bor. Shunga mana deylik ishi endi o'nglanib zo'r bo'layotgan, pul qo'lga tegmay pul sanayotgan tadbirkorlarga nima maslahatlaringiz bor? Mana o'zingiz hayotiy tajribadan kelib chiqib, ishi vashim uchayotgan, varraga uchgan tadbirkorlarga nima tavsiyalar, maslahatlar berasiz? Aynan mana shu nima deydi, odam haddidan oshmaslikda juda ham bir anaqa o'zini yo'qotib qo'yish holatlari ko'p bo'ladi. Sababki hammani unaqasi kalibri yoki anaqasi har xilda. Plankasi har xil. Shunday. O'shanga ana shu kunda ishi zo'r bo'lib turgan tadbirkorlarga nima tavsiyalaringiz bor? Shu kunlarda ishi zo'r bo'lib turgan tadbirkorlarimizga birinchi beradigan maslahatimiz nima? Yana bir marta eslab ko'rishsin, tadbirkorlik va bu mulk nima uchun berilgan? Tadbirkor, yana aytamiz, o'zi va oilasidan orttirgandan keyin o'sha millatiga mulkini, o'zini, mehnatini fido qilish kerak deb o'ylayman-da. Mana shu narsani qilgan millatlar, rivojlangan davlatlar hammasi shu narsani orqasidan rivojlangan. O'shaning uchun masalan hozir tadbirkorlarimiz qilsa bo'ladi, masalan pul ko'p bo'lsa, chekka-chekka qishloqlarni obod qilishga sarflasa bo'ladi. Kontrakt to'lashga qiynayotgan talabalarga yordam bersa bo'ladi. Ya'ni o'zim ham mana qarangda, o'zimizda ham bir hashamatli uy qurish orzu bo'lgan, yaxshi mashina olishim. Erishdik hammasiga, Xudoga shukr. Endi hozir o'ylab ko'raman, bundan ortig'i isrofgarchilik bo'ladi. Bu yog'iga ilmimizni, mehnatimizni, pulimizni hammasini yurtni obodligiga sarflash kerak degan narsa bo'lyapti masalan. Yurtga manfaatli, xalqqa manfaatli bo'ladigan yangi yo'nalishlar qilish kerak. Kimlardir uning orqasidan non yesin, rivojlansin va xalqqa foydali bo'lsin. Shu narsalar haqida bosh qotirish kerak. O'zim hali qilaman desak, kamchiligimiz ko'pda, nafsimiz ko'p narsani xohlaydi-da. O'shaning uchun mulkda ham berilgani bilan uni hisob-kitobi bor, sarflashdagi hisob-kitobi bor. Ba'zi joylarda mana hozir narsa esimga keldi. Yaqinda bir safarga chiqdik. 2-3 ta boy puli bor yigitlar bilan chiqib qoldik. Biz endi mana shu yerda, mana shu ilm muhitida yurganligimizning foydasini sezdim-da men. Pulni shu sarflab tashlashyapti. Mening ham pulim kam emas. Lekin men bu olgan ilmimizda shu narsaga xudo behudaga sarflamaslik kerakligi degan ilm bor-ku. O'sha ilmni olishsa, pul sarflash ilmi ham muhimda. Masalan,
ishchi xodimlarimizdan men ham oldinlari kam oylik berar edim, qizg'anardim to'g'risi. Xuddiki yetkazolmayman deb o'ylardim. Keyinchalik o'yladim, bularni rizq uchun jon kuydirsam menga Alloh o'zi beradi-ku degan narsa keldi. Bu ham nima? O'sha ilm muhitida yuribmiz, ko'ryapmiz boshqalarda shu narsa tajribani. Berishni boshlaganimizdan keyin xodimlarimiz ham oyoqqa turishni boshlayapti. O'zimizda yana ham barakani sezyapmiz. Shuning uchun boy bo'lganimiz sari kim tadbirkorimiz boy bo'layotgan bo'lsa, demak boshqalarga foydali bo'lishim kerak degan narsani o'ylayverish kerak. Bu mulk bekorga berilmayapti. Demak boshqa kambag'allarni boy qilishimiz kerak biz xalqimiz. Shunday haligi qadimda aytishadi-yu, Samarqand, Buxoroda daraxtlarda, bunda tugunchalarda tilla osilib turgan. Bu meni zakotim, ehtiyoji bor odam olsin degan hech kim olmagan. Chunki hamma to'q bo'lgan. Nimaga? Haqdorlar qolmagan. Tadbirkorlar to'g'ri tasarruf qilgan pullar. Faqirlarni qo'llab-quvvatlagan, zakotini o'rniga sarflagan, oyoqqa turishiga harakat qilganligi uchun bu zakotni oladigan haqdor odam qolmagan. Biz ham erishsak bo'ladi. Mana tadbirkorlar ko'proq nima qilishsa, bag'ri keng bo'lishsa, erishsa bo'ladi, xudo xolasa. Shu yerda mana yaxshi bitta anaqa esimga keldi hozir. Biza moddiyatdan tashqari ma'naviy boylik ham bor-da. Shunday. Ya'niki inson qachonki ham moddiy ham ma'naviy boy bo'lsa, o'sha to'g'ri tasarruf qilish, to'g'ri joyga sarflash, Shunday. Haddidan oshmaslik va kerak bo'lsa ertaga shu narsani savol javobi bor. Savol javob bor. Shu narsalar esda tutadigan bo'lsa, deylik, o'zini menimcha bir qanaqadir to'g'ri anaqalarda, chegaralarda ushlab tursa kerak. Keyin yana bitta narsa bor bu yerda. O'zi aslida mana o'zimning shaxsiy fikrim, siz ham fikringiz qiziq menga shu borasida. O'zi qachon insonga boylik beriladi deganda, qachonki inson o'zi shunga tayyor bo'lsagina, ya'niki ma'naviy siz agar shu boylikka tayyor bo'lsangiz, ya'ni qo'lingizga o'sha pul tushganda o'zingizni yo'qotib qo'ymasangiz yoki nima deydi, to'g'ri tasarruf qilishga tayyor tursangiz, sizda faqatgina moddiyat emas, ya'ni ma'naviy tomon, ma'naviy jihatdan ham o'zi siz shu narsaga tayyor bo'lsangizgina Alloh mehribon-ku, o'zi bandalarga mehribon. Shu kim yetishib tayyor bo'lgan holatida, qachonki o'zi tayyor bo'lgandagina balkim shu boylik kelish osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Sababki ba'zi bir holatlarda ko'pchilik baribir o'sha nima deydi, to'g'ri tasarruf qila olmaslik yoki salgina mana qilish ehtimoli ham bor. Nima deydi, ta'sir qilish, negativ yoki salbiy ta'sir qilish anaqalari ham bor. Yana bitta tomoni hozirgi kunda shu moddiyat bilan ma'naviyatni qaraydigan bo'lsak, bu yerda ruhiyat ham bor keyin. Ishi zo'r bo'lib turgan tadbirkorlarga shunaqangi bitta yana maslahat o'zimdan bergan bo'lardim. Boylik ibodatdan to'sib qo'yish kerak emas degan narsa. Chunki deylik biz ko'pincha eshitamiz, shu boylikni ketidan quvib, oxirida shu baribir shu boylikni mazasiga tatmaydigan darajada bo'lib qolgan odamlar hayotning mazmuni yo'qolib qolibda, ya'ni yo'l topolmay yoki ya'ni to'g'ri yo'lni o'zini anaqasini yo'lini adashtirib qo'ygandek yurgan odamlar ahli ilmlarga borganda, ustozlarga borganda shu ularning maslahatidan to'g'ri yo'lga kirib yoki ibodatga kirganda haqiqiy bir hayotni lazzatini yoki xotirjamlikni, halovatni his qilganda, deylik, bu o'sha boylikni bu yoq tomonda ikkinchi pallasi, balans deydi-ku, balansda gap katta ekanda. Faqatgina pulni ketdan quvib, oxiratda ibodatni unutib qo'ysa, bu ham menimcha zararga bo'lib qolsa kerak. Shunday. Endi pul sarflaganda Murodjon aka, biz ko'p narsa xohlaymiz-ku, mana yegimiz keladi, olamiz, kiygimiz keladi, olamiz. Nimani ko'rsak olaveramiz. Demak, nafsimiz nima xohlasa qilib beramiz. Bu o'sha qalbdagi sakinatni, xotirjamlikni yo'qolishiga sabab bo'ladi-da. Yo'qolgandan keyin palapartish sarflashni boshlaysiz-da, mana shunaqa. Shundan qanaqadir halovat topolmayman deysiz, lekin holbuki siz ko'p martalab buni qilib ko'rgansiz, bundan ham halovat topilmagan. Yo'qotib qo'yadi-da odam. O'shaning uchun sakinat, xotirjamlikni ushlab olish kerak-da odam. Keyin o'sha boylik haqida gapiryapmiz, mana qarang. O'zim mana hayotda ko'plab ko'rganmiz, o'zingiz ham ko'rgansiz. Jigarparvar, ota-onaparvar insonlar boy bo'lishadi. Bu oltin qoida, Alloh taolaning qoidasi-da. Buni odatulloh deyshadi ulamolar, ya'ni ishlaydigan qoida-da bu. Hali
farzand otasiga xizmat qilmasa ertaga uni bolasidan qaytadi degan gap boru. Mana shu ham odatulloh ekan. Bu haqiqatan ishlaydi bu. Qayerda ko'ramiz, ishlab kelgan tajriba. Xuddi shu odatulloh mana bu jigarparvar bo'lishlikda ham ishlaydi. Silay rahim ya'ni. Silay rahim, ota-onam bir narsa o'ziga olganda ukamga ham olishim kerak edi, jigarimga ham olishim kerak edi. Singlimning ahvoli qanaqa ekan degan narsani o'ylagan odam hech qachon Kam bo'lmaydi. boylik uni quvib keladi, u boylik quvish hojati yo'q. Keyin tijoratda mana oldin ham ko'p joyda men shuni aytaman, bir ustozimizdan eshitganmiz shu gapni. Shu menga juda yoqqan qoida bo'lib qolgan. Tijorat qilasizmi, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar boy bo'lishingiz kafolatlangan ikkita qoida bor deydilar-da ustozimiz. Birinchisi, qilayotgan ishingizni ilmini olasiz. Zo'r bo'lasiz, ya'ni buni kuchli mutaxassis bo'lasiz. Shu ilmini izlashda doim to'xtamaysiz. Ikkinchisi, qilayotgan ishingizni xulqiga rioya qilasiz deydi. Xulq qoidasi, ya'ni mijozga bergan va'dangizni bajarasiz. Mijoz rozimi yo'qmi buni tekshirasiz. Doimiy xulqi shu, ya'ni alday, yolg'on ishlatmaslik kerak yoki sifatsiz narsa ishlatmaslik kerak. Shuning uchun mana shu ikkita qoidani keyin kuzatib ko'rdim. Kuzatsam mana Yevropa davlatlari deysizmi, Yaponiya deysizmi, rivojlangan davlatlarda e'tibor qilgan bo'lsangiz yolg'on yo'q. O'z ustida ishlash muntazam bor. Shunaqa. Shu ikkita qoidani ular qilishyapti-da. U qoidani qilgandan keyin bu dunyoda farovonlikni, boy bo'lishni qoidasini yaratgan Xudo bu farqi bandasiga beraveradi-da. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki qoidasiga tushiryapti-da. Biza qoidasiga tushira olmay qolyapmiz ko'pincha. Yolg'on ishlatib qo'yamiz. Masalan, va'daga vafo qilmaymiz, mijozga 10 kun deymiz, 15 kun bo'lib ketadi deb xotirjammiz. Yolg'on gapiramiz. Yoki do'konimizga mijoz kirib kelsa, cho'ntagida qancha pul bor ekan, qanchasini olib qola olaman degan dardda bo'lamiz. U xulqi buzilishda. Bu mijozda nima dardi bor ekan, nima muammosi bor ekan? Men shuni chiroyli yechim bersam, bir ko'ngli yorishsa-yu, maza qilsa degan paytimizda biz haligi xulqiga tushiramiz-da, xudo xolasa. Avvalo, olishdan oldin berish degan texnologiya bor edi. Ustozlarimizni berishgan. Ya'ni birinchi navbatda o'sha mijozni dardiga malham bo'lgan, uni shunday muammosiga yechim bergan. Shunday. Xo'p, yaxshi, zo'r. Tak. Beruvchi qo'l deydi-ku Murodjon aka. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan ustun deydi-da. Shunaqa. Biz buni ko'pincha nimada tushunamiz? Pul bilan berib, ehson qilishdi. To'g'ri, bu ham shu. Lekin beruvchi qo'l sohiblari yana kimlar bo'ladi desangiz, kambag'al odam nima bilan beradi? U ham beruvchi qo'l sohibi bo'lishi mumkin. Qanday bo'ladi? U insonlarga qaysidir kimdir ish tushsa, shuni mukammal bajarib beradi. Yoki bir chiroyli tabassum qiladi, yoki chiroyli muomala qiladi. Beruvchi qo'lda bu ham. Qilayotgan ishingizda ham haligi mijozni muammosiga chiroyli yechim berasiz, beruvchi qo'lsiz. Siz bir do'konda oddiy sotuvchi bo'lsangiz ham, ozgina oylikka ishlagan bo'lsangiz ham, siz beruvchi qo'l bo'la olasiz. Nimaga? Kelgan mijozning ehtiyojini aniqlab, unga chiroyli yechim berasiz. Beruvchi qo'l sohibiga aylanasiz. Beruvchi qo'l sohibi xor bo'lmaydi hech qachon. Shunaqa. Chiroyli xizmat, klient mijoz kutgandan ham ortig'ini bersangiz, uni dardiga malham bo'lib, muammosiga yechim berdingiz-ku, mijoz sizdan xursand bo'lib, rahmat deb chiroyli duolar qilib ketsa, o'zingiz ham ko'nglingiz qanaqa yorishib, qanaqa qiladi, ko'tariladi, mijoz ham sizga butun umrga keyin bir umrlik mijozga aylanadi. O'zi masalan, aynan sizni duo qilish shart emas. Shunday chiqdi, zo'r bo'lar ekan deydi. Ichdan aytadi, to'g'rimi yo'q? Bo'ldi, yozildi-da. Yozildi. Nusratullo aka, yaqinda men Iqtisodiyot universitetida yosh bitiruvchi talabalar bilan uchrashuvda bo'ldim. Ular bilan suhbat bo'ldi, ya'ni bular mana bitiryapti o'qishni va tanlov bor ularda. Yo davlat ishiga kirib karyera qilish, yo частный biznesga, xususiy sektorga kirib tijorat yo'nalishida ishlash. Siz mana hozirgi kundagi shunaqa yosh bitiruvchi talabalarga nima tavsiyalar bergan bo'larsiz? O'zi tadbirkorlik o'zi kim uchun o'zi? Qanaqa fazilatlar, xususiyatlari bo'lishi kerak tadbirkorning? Endi yosh talabalarga aytadigan gapimiz qarang. Birinchi men ko'p o'ylayman-da. 11 yil maktabga borib keladi bolalarimiz. O'zimiz ham borib kelganmiz. Shunchaki sumkani ko'tarib borib kelayotgan bolalarimiz ko'pda, achinasiz. Umr ketib boryapti. Shunaqa. O'shanaqa bolalar yana nima qilishadi? 11 yil ketgani kamda, nima qilsam universitetga kiraman desa, universitetda yana 4 yil umr o'tkazishadi. Mana shu jarayonda ko'p narsa yo'qotib qo'ydik-da. Mana hozir o'zimiz tijorat ilmini olganimizda ham shuni o'ylaymanki, masalan, meni farzandim nimaga qiziqsa, shu sohani ilmini olgani yaxshiroq ekan, 4 yil universitetda umr yo'qotgandan ko'ra.
Chunki ko'pini ko'ryapmiz, diplomni olgandan keyin aynan shu ishni qilishmayapti-da. Shu diplom ishga ham yaramayapti. Shunchaki bizni o'zbeklarimiz ko'pida nima bo'lib qolgan, falonchini bolasi o'qishga kiribdimi yo'qmi? Ha, kiribdi deyishlari uchun ham qo'yishadi-da majbur. Bola baribir 4 yil umri yo'q deyapti. Shunaqa. Bundan ko'ra o'sha o'qimaydigan bola bo'lsa, ilmga qiziqmasa, 9-sinfidan keyin ma'lum hunarmi yoki tijoratmi, nimagadir yo'naltirishga, qanisi nimaga qiziqasan? Shunga yo'naltirish kerakda, o'shani ustida ishlasa 2 yilda yaxshi yo'lini topib olsa bo'ladi-da. 4 yil, 6 yil vaqt o'qitgandan ko'ra shu birinchi. Yo'q, agar universitetda o'qisa zo'r, gap yo'q. A'lochi bo'lsin, zo'r ilmlarni olsin. Chunki har kuni borganingizda har xil fanga borasiz. Har bir fanda zo'r ilm, hikmatlar bor-da, qidirsangiz bor. Bu menga kerak emas deyish kerak emas aslida ilm. Shuni to'liq ilmini olsa, u yaxshi mutaxassis bo'lib yetishadi. Davlat idoralarida ishlaydimi, tijorat qiladimi, tez rivojlanadi-da. Endi mana shunaqangi aqlli, tafakkuri zo'r, kuchli mutaxassis davlat korxonasida ishlasa ham davlat bilan xalqning o'rtasidagi vakilda u. Davlat berayotgan qanaqadir imkoniyatlarni xalqqa yetkazib bergan odam. Shunaqa. Bu ilmsiz bo'lsa nima qiladi? Yoki xudbin bo'lsa nima qiladi? Shu xalqqa yetib bormaydi-da. Shunaqa. Demak, rivojlanishga to'siq bo'lib qolyapti. Agar ilmli bo'lsa, qadriyati bo'lsa o'ziga yarasha, shu ilmi bilan berganini ko'proq xalqqa berishga harakat qiladi. Shu shaklda xalqimiz ham rivojlanadi, yurtimiz ham rivojlanadi, o'zi ham rivojlanadi. Shuning uchun o'qishni bitirgan bo'lgan bo'lsa ham men aytamanki 4 ta qoida bor. Hali yaponlarning nimasi bor-ku. Ikigai degan. Ikigai. Birinchisi, sen qiladigan ishing yaxshi ko'rishing kerak. Shunaqa. Ikkinchisi, u ishning ustasi bo'lishing kerak. Shunaqa. Uchinchisi, bu ish jamiyatga, millatga foydasi keltirish kerak. To'rtinchisi, senga foyda keladi. Shunaqa. Demak, sen yo'ling topib olishing uchun 4 ta qoidaga tushadimi, yo'qmi? Sohani tanlashga oson qoidadami? Zo'r. Sohasini shunday tanlasin, maksimal foydali bo'lish kerak. Millatga, xalqqa foydali bo'lgan odam xor bo'lmaydi. Buni ko'pchilik shunchaki balandparvoz gaplar, vatanparvarlik gaplar. Yo'q, bu haqiqat qilmasa bo'lmaydi. Qilsa, buni barakasini ko'radi. Har qanday odam ko'radi. Buni qilish kerak. Ko'pchilik negativ fikrlaydi, foydasi yo'q baribir. Bu bizga foydasi yo'q. Chet elda maqtab o'zimizni tanqid qiladiganlar bor-da. Yo'q. Siz qilmaysangiz, tanqid qilib yurursangiz, men qilmasam tanqid qilib o'zgarish bo'lmaydi. Shunaqa. Qilishimiz kerak. Shunaqa. O'shaning uchun bitiruvchilarimizga aytamizki, yo'lingizni topib olingda, maksimal foydali bo'lishga harakat qiling. To'g'ri. Ikigai yana bir o'zingiz internetdan qarab ko'rasizlar. Yapon filosofiyasi ikigai tersanglar juda ham ko'p video ma'lumotlar internetda, YouTube'da juda ham ko'p. Bemalol olib ko'rib, naqsanglar bo'ladi. Bu yerda hammasini hozir aytishga vaqtimiz yetmaydi. Hop, endi qarang, mana yaqinda biz podkastda qatnashdik. Hozirgi yosh avlod bo'yicha. Mana hozir yoshlar mavzusi ko'tarilyapti. Sizga ham juda ko'p yoshlar kelsa kerak ishga, probniga keladi, kimlardir qoladi, kimlardir ketadi misol uchun. Hozirgi kundagi yoshlar bilan qanaqangi deylik kuzatilyapti muammolar. Qanaqangi tavsiyalaringiz bor shu yoshlar borgan joyda deylik tez haydalib ketmasin yoki tez moslashuvchan bo'lib o'rnashsa shu joylarga o'rnini tezroq topib ketish uchun hozirgi yoshlarga maslahatlaringiz qanaqa? Hozir yoshlarga aytamiz, mana o'zimizga ham ko'p kelishadi ish so'rab. Bularda ko'pchiligida muammo bor, nima? Yaxshi oylik qidirishadi. Birdaniga yaxshi katta oylikga harakat qilishadi. Yaxshi oylik olishni xohlashadi. Men maslahat bergan bo'lardimki, siz ish tanlashingizda yaxshi oylik beradigan emas, siz o'sha yerda rivojlanasizmi yo'qmi, shunga e'tibor berishingizni maslahat bergan bo'lardim. O'sha korxonaning egasi qadriyatli, to'g'ri so'z, o'zida ishlaydigan, xodimlarni ham o'qitadigan, rivojlantirishga ishtiyoqi bor korxona bo'lsa, tekin ishlashga ham rozi bo'lganingiz yaxshiroq. Qanchadir muddatda men shuni maslahat beraman. Mana Elon Muskdan ham so'rashdik-ku, $10,000 pulim bor dedi talaba. Nima qilsam bo'ladi dedi, ilmga tikib puling dedi. Puli yo'qlar dedi, tekin bo'lsa ham rivojlangan kompaniyada ishla, o'sasan. Birinchi e'tiborini shu o'sishga qaratish kerak. Hozir keldi deylik sizga, necha pul oylik, ha shuncha 5 million oylik dedingiz. Ha yaxshi ekan, men qoldim. Yoki kam ekan ketdim. Yana boshqasini 6 million beradigan qidiradi, 7 million qidirib umri o'tib ketadi. Undan ko'ra bitta yaxshi rivojlangan kompaniyani topib olib, o'sha kompaniyada ishlab sekin-sekin o'sib borsa, ilm olsa, izlansa, zo'r natijaga erishadi va kerakli odamga aylanadi. Kerakli odam arzon bo'lmaydi. Shunaqa. Siz kompaniyangizga kerakli odam arzon pul bermaysiz baribir. Конечно. Men ham masalan bu bolani ham ro'zg'ori bor deyman, xayoli bo'linmasin deyman. Chunki korxonaga foydasi tegadi.
Demak, men ham nima qilaman? Uni boyitish kerak. U Shunaqa. korxonamni rivojlantiradi, men uni rivojlantiraman. Shunaqa. Almashinuv bo'ladi, almashinuv to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Lekin oylik ko'pini mana tajribamizda ko'rganmiz. Qidirib yurib o'zimda shunaqa bo'lgan. Bitta xodim olib qolganman, ikkinchisi ozgina ishlab ketib qoldi, oylik kam deb. Yurdi, u yoqqa bordi, bu yoqqa bordi, bo'lmadi, Rossiyaga bordi, keldi. Lekin hozir bizda qolgan bola hali u bola uylanishga pul topolgan yo'q edi. Bizda qolgan bola uylandi ham, mashinasi ham bor, ota-onasiga ham yaxshilik qilib o'zgardi. Nega? Chunki u ilm oldi. Bu sohani mutaxassisi bo'ldi. Bizga kerakli odam. Endi biz uni tashlab qo'ymaymiz. Biz uni farovon yashashligi uchun biz ham harakat qilamiz. Shunaqa. Shu yoshlarga maslahatim shuki, kerakli odam bo'ling. Kerakli odam bo'lgan paytingiz qiymatingiz ko'tariladi. Shunaqa. Eskilardan bitta gap bor-ku, daraxt bir joyda ko'karadi degan. Shunaqa. O'zi bir kasbi yetuk mutaxassisi bo'lib, mukammal chuqur egallash uchun ham o'zi anchagina vaqt kerak bo'ladi. Aytganingizdek, hozirgi balkim bizning hozirgi yoshlarda juda ham shu tezligi baland bo'lib, qisqa muddatda tez bir yaxshi mutaxassis bo'lsa-yu, katta oylikka chiqib puli ko'payib ketsa. Ambitsiyali bo'lgani yaxshi-yu, lekin nima deydi, real qabul qilish kerak hayotni, eskidan o'sha kelayotgan tendensiyalarini, talaba takliflarini to'g'ri real qabul qilish kerak. O'zi ustoz shogird an'analari bor. Mana ba'zi bir o'zi ko'p holatlarda shogirdlar ham mana yetilib o'sha fotoha oladigan paytda ustozlar ham o'zi ilmini yetarlicha olding deb fotoha ham beriladi o'zi. Endi mustaqil bo'lasan deb bunaqasini ham berishgan, fotihasini ham berishgan. Xuddi shunga o'xshagan bizani hozirgi zamonaviy davlat tashkilotlari deymizmi yoki xususiy sektorda deymizmi, частный biznesda deymizmi, rahbarlar, tajribali rahbar biladi o'zi kimni qachon ko'tarish kerak, oyligini ham, mansabini ham, mavqesini ham. Shunga hozirgi yoshlarga tavsiya va maslahatlarimizni haligi gap, olishdan oldin berish, maksimal berish kerak. Shunday. Qunt bilan, shu mehnati bilan, ilmi bilan va o'zini ustida ishlab bir yetim mutaxassis darajasiga chiqqandan keyin tajribali rahbar hech qachon nazardan chetda qoldirmaydi. Shunaqa. Va qolaversa, o'sha yosh malakali kadrlarni korxonaga qo'shayotgan hissasi, berayotgan foydasi baribir tarozga qo'yiladi. Qani qanchalik foyda beryapti, qanchalik hissa qo'shyapti korxona rivoji uchun degan joyda rahbar baribir e'tibor qaratadi va deylik hozirgi kundagi kadrviy politika yoki deylik zamon anaqasi talabi yaxshi xodim xolismi joyini o'rnini topadi. Shunaqa. Sizda bo'lmasa boshqa joyda. O'shaning uchun Albatta. yaxshi xodimni tajribali, ilmli biznes egasi har doim ushlab qolishga harakat qiladi va qo'yib yubormaydi hech qachon. Albatta. Shunchaki qo'yib yubormaydi. Nimaga? Sababiki bu yoshga ham, yosh kadrga ham misol uchun ancha mehnat ketgan, ilmini bo'lishgan misol uchun o'sha yerda kimnidir ustoz qilib belgilab, u odamni qancha mehnat singan bo'ladi. Shunga deylik yosh kadrlar agar korxona uchun kerakli, to'g'ri, qiymatli va qimmat kadr bo'ladigan bo'lsa, albatta korxona rahbari ham, biznes egasi ham bunga befarq va bee'tibor bo'lmaydi. Deylik, faqatgina talab qilinadigan narsa sabr bilan, matonat bilan, qunt bilan ustozlarni aytgan yo'ldan yurib, doimiy o'zini ustida ishlash va deylik jamiyatga va korxonaga berish kerak bo'lgan manfaatni birinchi yuqori oldingi o'ringa qo'yish. Shundagina biznes egasi yoki korxona rahbarining o'zi ham hijolat bo'ladi, agargina взаимный обмен deyiladi ruschasiga, ya'ni o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? Almashinuv. Adolatli almashinuv. Shunaqa. Adolatli almashinuv. Adolatli rahbar hech qachon bitta almashinuvda adolatsizlik yo'l qo'ymaydi. Qanchalik qiymat beryapti xodim, undan kerak bo'lsa ortig'i bilan ham beradi. Shu yerda mana qarang Murodjon aka, almashinuv deyapmiz-ku. Almashinuvning ham 3 ta qoidasi bor, bilasiz. Teng almashinuv bor. Shunaqa. Kutganidan ziyoda almashinuv bor, kriminal almashinuv bor. O'sha xodim ko'proq bersa, kutganimizdan ziyoda bersa, biz ham u kutganidan ziyodasini beramiz. Shunaqa. Teng bersa, teng oladi. Demak, sen 5 million oylik 5 millionga yarasha, 3 million oylik 3 millionga yarasha ish qilasan. Bo'ldi. Shunaqa. Kriminal almashinuv bo'ladi desangiz, keladi, ishxonada telefon o'ynab o'tiradi, vaqtni o'g'irlaydi. Holbuki u ertalab 8 dan kechki payt deylik 6 gacha kelishuv bo'lgan. O'sha vaqtda
ishga energiyasini berish kerak. Nima qiladi u? Kameradan ko'rmaydigan joyga o'tib, telefon o'ynab o'tiradi. Ko'p ko'ramiz bu narsani. Shunaqa. Bu kriminal almashinuv. Kriminal almashinuv bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ko'pga bormaydi. Qolib ketadi. Agar kutganidan ziyoda almashinuv bo'lsa desangiz, natijasi nima bo'ladi? Natijasi u sekin-sekin oylik ham ko'tarib bir kun keladi, biznes egasi bilan sherikka aylanadi-da. Shunaqa. Mana shunaqa natijaga borsa bo'ladi. Shunaqa. Masalan, biz ham yaxshi rivojlangan shogirdlarimizni, xodimlarimizni endi bu bo'lib qoldi, bironta yo'nalishga qo'yib, shuni mana shuncha non seniki, sherikka aylantiray deymiz-da. Sherik bo'lsin, yurmasin oylikka qarab. O'shaning uchun shu almashinuv doim kriminal emas, tengan emas, kutgandan ziyoda almashinuv bo'lgandagina siz ham kutganingizdan ziyodasini olasiz, xudo xohlasa. Shunaqa. Xo'p. Do'stlar, o'ylaymanki, ko'pchiligiga manfaatli suhbat bo'ldi. Tajriba, ilm almashinuvi bo'ldi. Hop, like bosib qo'yasizlar. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin va yaqinlarga, do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Nusratullo aka, sizga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa, hammamizga manfaatli, ajr savob tegadigan yaxshi bir Manfaatli bo'lsin. video kontent Ko'rganlarga ham bo'ldi degan manfaatli umiddamiz. Hop do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa, bundan-da yaxshi qiziq kontentlarni qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.